Sen jinnimisan e? Chumoga o'xshab yuraverasanmi? Bir marta 10 ming tikib qo'yib, endi seni butun umr sog'ib yuradimi? Ravshan, nima gap? O'rta bir ikkita ishlar boshlagan edim. Ozgina puldan qiynalolman. Agar xohlasang, biznes qilsa zo'r g'oyam bor edi. Bo'ldi o'rtoq, qanaqa ish? Mana shu joy o'rta. Restoran qilamiz. Arrendatorlarning hammasi bilan gaplashib qo'yganman. Nima deysan? Yoqdimi senga? O'rtoq, joyi zo'r. Bo'tkin ish pul tikish kerak, keyin qanaqa kelishamiz? Xullas o'rta bo'tga 10 ming kerak bo'pti. 10 ming pul bersang, hamma narsani o'zim hal qilib qo'yib bo'lganman. Sen kelib o'tirishing ham shart emas. 50 ishlaymiz. Nima deysan? Agar to'g'ri kelsa o'rta. Bo'lmasa o'rtoq, sen ishni boshlayver, bolalar pulni tashab ketadi. Ha o'rtoq, ishlarda qiynalmayapsanmi? Ay, o'rtoq kelganing yaxshi bo'ldi. Yaxshimisan? Uyingga o'tmoqchi bo'lib turdim. Hammani do'li. Barakasini bersan. Ko'rishamiz o'rtoq. Boshim yomon qattiq og'riyapti. Hammani san do'ling o'rtoq. O'rtoq, hammasi joyidami yo bu narsa yoqmayaptimi? Cho'tki hammasi. O'rtoq, men ozgina ishlarim bor edi. Nimadir yeging kelsa, bemalol zakaz qilib yeyverasan. Bo'ptimi? Men hisobimga yozdirib qo'ysan. Ketdimmi? Sen jinnimisan e? Kallangni ishlatmaysanmi bunda? Chumoga o'xshab yuraverasanmi? Bir marta 10 ming tikib qo'yib, endi seni butun umr sog'ib yuradimi? Nima qilay unda? Qara, o'sha 10 ming pulini berdi, choffor, bu yog'iga o'zing maza qilib ishlab yurasan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, men Badmus egasi edim, arrendator. Ha, aka, tandim, tuzumsiz. Bilan shundoq ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ldi aka, lokasi tashing, hozir o'taman. Men sizni chaqirtirgan sababi joylarni zo'r ochyapsizlar. Og'ayingiz ham yaxshi yurg'izyapti. Gap yo'q. Klientlarni ham zo'r qilyapsizlar. Gap qisqa qilaman, aka. Seni chaqirtirishimdan maqsad gap ochiq odam. Qattim charchadi. Menmi tikkan puling o'yindan chiqa qo'yindi. Bergan pullarimga roziman. Otam aytardi. Pulga to'ymagan odam bilan sherikchilikda ish qilma. Narx to'g'ri kelsa, seni ham sotib yuboradi derdi. Joyga keladigan bo'lsa. Men chet el safariga ketyapman. Joyi zo'r yurg'izyapsizlar. Shuning uchun sizlarga sotib ketmoqchi edim. Mana dokumentlari. Men xo'jayin bilan gaplashib, joyni o'zimning nomimga o'tkazib oldim. Bugundan boshlab seni qoringni ham ko'rmay o'tdi. Nafs seni xorlikka olib boradi.